universitetni tugatdingiz, diplomingiz ham bor, lekin ishga boraman desangiz, ishga kiraman desangiz, tajribang bormi? Qanaqa qilib ishlaysan bola bilan deyishyapti va sizni hech qayerga ishga olishmayapti. Tajribasiz insonlarni 1.500.000 oylikga ishga olishadi, lekin siz kattaroq oylik olishi, yaxshi joyda ishlashi, o'zingizga yarasha hurmatingiz bo'lishini istaysiz. Lekin nimadan boshlashi, ustozni qanaqa tanlashi, qanaqa kurslarda o'qishi, nimadan boshlash kerakligini bilmaysiz. Men pedagog psixolog Nargiza Baxtiyorovni, Baxtiyor inson psixologik markazini asoschisi, 10 yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida aynan o'zim bosib o'tgan yo'lim bo'yicha sizga ko'nikma va bilimlarim bilan bo'lishmoqchiman. 13-avgust kuni payshanba soat 10:00 da psixologik markazimda sizga bepul master-klass tayyorladim. Keling va psixolog kasbi uchun kerak bo'lgan ko'nikma bilimlarni oling va o'zingizni qo'rquvlaringizni yengib, mutaxassis sifatida ishingizni boshlashga yo'nalish oling. Sizni seminarda kutaman.